Toshkentda O'zbekistonda nima yengilliklar, qanaqa qonunlar va o'zgarishlar bo'ldi? Chet eldagi yurtdoshlarimiz uchun kerakli ma'lumotlar tayyorladim. Aeroportdan boshlaymiz. Oldin chetdan tillarning limiti 60 gram edi. Hozir shuni 30 gramga tushirishibdi. Undan ortiqchasiga protokol tuziladi. Men ham qo'limda taqmagan tillarni tekshirib ko'rishdi. O'zimnikiligini isbotlagandan keyin protokol tuzilmadi. Ikkinchisi, bilasizlar, erim Turkiya fuqarosilar, ularga O'zbekistonda yurish srogi 1 oyni tashkil qilar ekan. Bolam uchun bo'lsa 3 oy. Keyin viza olishimiz kerak ekan. Undan tashqari kelishimiz bilan 3 kun ichida o'zimiz yashaydigan uyga propiskaga qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa ketayotganda shtraf to'lashga majbur bo'lamiz. Keyin yashil pasportimni almashtirdim. So'roqdan o'tib ketganligi uchun 200 ming shtraf, ID karta uchun bo'lsa 344 ming so'm to'ladim. Bu ishlarni pasportning stolida bir kunda bitdi. O'sha kunni o'zida rasmga tushdim, ertasiga borib oldim. Yana pravam ham eski edi, uni ham yangisiga almashtirdim. 380 ming so'm to'ladim. U bir kunni o'zida tayyor bo'ldi. Dokument ishlarim tez bitdi. Hali O'zbekistonda bunaqasi bo'lmagan. Oldinlari mahalladan spravka, keyin 086 spravka, yana bir nimalar kerak bo'lardi. Hozir bo'lsa yagona darchani o'zidan kuttirmay tez, oson bitgani menga rosa ham yoqdi. Xodimlarning ishlashi va muomalasi meni juda ham hayron qoldirdi. To'g'risi, rostdan O'zbekistondamanmi yoki boshqa joyga keldimmi deb o'ylanib ham qoldim. Ishlash tezligi va kulib xizmat ko'rsatishdi. Bravo. Shu bitta aeroportdagi tamojdagi akalarimiz sal qo'pollik qilmasdan chiroyli gapirishni o'rganishsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi.